Bu misolni ishlanishini bilmasdan turib DT imtihoniga kirsangiz, imtihondan yiqilishingiz mumkin. Bizga quyidagicha misol berilgan. Uni yechishimiz uchun belgilab olishimiz kerak. Nega? Chunki ildiz ostida 6 qo'shilgan, bu cheksizlik davom etyapti. Shuning uchun mana bu ildiz ostida 6 qo'shilganini A deb belgilab olamiz va uni kvadratga oshiramiz. Shunda bizga 6 qo'shilgan A teng A kvadrat degan kvadrat tenglama hosil bo'ladi. Demak, A kvadrat minus A minus 6 teng 0. Buni viyat yordamida yechsak, birinchi ildizimiz 3 ga, ikkinchi ildizimiz esa minus 2 ga teng bo'lyapti. Ildiz ostida manfiy bo'lishi mumkin emas, shuning uchun buni olmaymiz va 3 degan javob buni javobi bo'lishi mumkin. A ni topdik, 3 ga teng. Endi mana bu ikkinchi misolimizga buni keltirib qo'yamiz. Endi buni yechishimiz uchun esa buni endi belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Ildiz ostida 3 ko'paytirilgan ildiz ostida 3 va bu ham bizga cheksiz davom etyapti. Shu narsani biz x deb belgilab olamiz. Endi yana kvadratga oshirsak, 3 ko'paytirilgan x teng x kvadratga bo'ldi. Ma'lumki, bizda x imiz teng 3 ga bo'ldi. Qisqartirib olganimizdan keyin javobimiz A javob ekan. Sizni yana qanday savollar qiynayapti? Kommentariyada yozib qoldiring va ushbu videoni abituriyent do'stingizga jo'natib qo'ying.